Hop, assalomu alaykum. Mana bugun turklar magaziniga kirib chiqdim. Mana turklarning nomi Sidanalik. Короче, dumba topdim. Quyruq derkan dumbani. Qimmat lekin dumba mana 1999. Olmami ikkiga bo'lingan. Bu bo'yindir. Bo'yin mana 13.99 mana bo'yindir yozib qo'yibdi. Olmami lahm mol go'shti. Lahm mol go'shti 14.99 dan 37 mana 2,5 kilo. 37. Mana qo'yib qo'liydi, qo'lini maydalatib olganman. Qo'yi qo'li 15.99. Hop, solishtiramiz. Mana eng arzoni bo'yin 13.99 ekan. Undan keyin molli lahmi 14.99. Undan keyin mana qo'y 15.90. 19 20 de 14 15 16 20 eurodan. Xullas juda qimmat endi halollarni qilaman. Kalbazali mana halol. Kalbazali bu 6 eurodan ishdan. Keyin mana qaymoq qiymat. Xullas mana shuni hammasi 125 euro bo'ldi. 125 euro bizani pulda necha pul bo'ladi? 1,5 millioncha bo'lib ketadi. Onasini hepsini kiloga chaqsin 2 kiloni hisoblaymi? 1 kilo 600. Mana buni qo'shsa 2 kilo go'sht deylik. Mana 1,700 ekan qo'l. Mayli grubi 2 kilo, mana 2 kilo, 2 kilo, 4 kilo. Deylik mana 5 4,5 6,5 kilo. Grubi 6,5 kilo, ikkita kalbasa qaymoq noni bilan. 6,5 kilo bizda 100 mingdan bo'lsa o'rtacha 650 ming bo'lardi mana bilan. Non qaymoqlar bilan bilmayman 750 ming 800 ming borani uzoq borsa 900 ming bo'lardi mana shu narsalar. Lekin bu yoqda 1,5 milliondan ham oshib ketdi. Halol narsalar o'zi qimmat, halol go'sht qimmat. Tim bo'li svejiy bular chiqaysi yaxlatilgan emas. Yaxlatilganlarni ham sotishadi arzonga. O'zbekistonga hozir jo'natishyapti. Har xil Yevropa, Chexiya, Pexiya har xil davlatlardan yaxlatilgani arzon. Bu svejiy so'yilganlari bular. Shunaqa gap xullas.